Akalar, ukalar, siz dehqonchilik qilyapsiz, lekin dehqonchilikda turli xil kasalliklar tushib ketyapti. Pomidor, bodring, bolgar, baqlajon hamda beda mana shunday dehqonchiliklarga turli xil kasalliklar tushib ketyapti. Va bundan tashqari, hozir makka urug'ini qanaqasini ekish kerak? Mana shu savollarga javobga agronom akamiz To'lqin aka javob berib o'tib ketadi. Assalomu alaykum To'lqin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka. Rahmat Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Aka, endi dehqonchilikka oid ma'lumotlar berib o'tib ketsangiz. Xo'sh, endi hozir birinchi o'rinda hozir Makkani qurtiga dorilar ketyapti. Qurtiga dolzarb bo'lyapti. Hozir qurtlar o'lishi juda o'tganligidan nisbatan 3-4 barobar kuchaygan qurtlar. Shunga hozir Makkani qurtiga Prefekturon degan dorilarimiz. Mana bularda keyin Gunfos, keyingisi esa Kindox degan dorilar, Emaben degan dorilar, mana bulardan parashyut kerak, mana qurti dorilari. Buni o'zi ololmayapti. Bunga qo'shib Prefekturon yoki Gunfos sistemli dorilar qo'shib bu sistemli bu kontaktni hisoblanadi. Ikkalasi qo'shib sepiladi. Hozir endi bular masalan gektariga yo sotiga qanchadan sepish kerak? Gektariga xo'sh, bitta oq hisoblanadi-da. Bir oxiga bundan где-то bundan 500 gram qo'shilsa, bir oxiga bundan 500 gram qo'shiladi. Ikkalasi qo'shib sepiladi, bir oxiga to'g'ri. 2 gektar 40 sutgacha oladi. Keyin Makkani o'z sortlari, Maya degan sortlarimiz bor. Keyin mana bu Zip degan sortlar 90 kunlik, endi hozir 90 kunlik egiladi. 90 kunlik, 90 kunlik endi egiladi. Pishmay qoladi. 120 kunlik mahsulot tugadi, 958. Pionerlar sotib tugatdik, endi bo'ldi. Keyingi masala ko'kat urug'lar. Ko'kat urug'larimiz endi 2-2-5 urug'larimiz, 3-5 urug'larimiz kelib turibdi. Moskvani, Promo Moskvani o'zini har yili shartnoma qilib olib kelamiz. Через Moskva. Через Promo birinchi qo'l. Hammasi kelishilgan narxda chiroyli qilib beramiz. Urug' va dorilarimiz bor. Keyin qarang, dehqonchiliklarga masalan pomidor, bodring, bolgar shularda masalan kasalliklarga qanaqa dorilar sepish kerak, nima qo'llash kerak? Har qanday kasalliklar bor-da. 4 xil, 5 xil kasalliklar, shuni olib kelsa, bag'idan olib kelsa, narsa qilsa, shunga qarab vaziyatga qarab beramiz. Tushunamiz-da, tushunarli. Bunga qaysi to'g'ri keladi? Hozir bu to'g'ri keladi deb aytib bo'lmaydi. Va qurtlarga qaragin, Altakor degan dorilar bor pomidorlarga. Altakor, qaragin, mana bular sepsa yaxshi. Tushunarli. Keyin siz adashmasam bozorlarda ham chiqib savdo qilasiz. Qiziljahon bozorida savdo qilamiz. Qiziljahon bozorida. Bemalol Qizil ahli ham sizda borib olinsa bo'ladi. Qarang, endi telefon raqamlarini aytib o'ting. Masalan, savoli bo'lishi mumkin. Sizda ma'lumot olish kerak bo'lsa 91lik 967 967 77 62. Mana shu raqamlarga chiqaveradi. 30 yillik tajriba bor. Hammasini qilib beramiz. Akalar, ukalar mana shu telefon raqamlarga chiqaverasizlar. Dehqonchilikka oid qanaqangi savollar bo'lsa, 30 yillik tajribaga ega To'lqin akamiz javob berib o'tib ketadi. Ma'lumotlar bo'lsa, maslahatlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, manzilimiz, lokatsiyani joylashish tushuntirib o'tib ketamiz. Surxondan kelishda do'stlar, Qumqo'rg'onga yetmasdan Bobo Mashrabshoh masjidini shundoqqina ro'parasida joylashgan. Agromarket Saraurug'lar do'koni. To'lqin akamizni do'koniga tashrif buyurasizlar. Qanaqangi savollar bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, bemalol olishlaringiz mumkin.